bog'bon akalar, bugun biz O'zbekistonda eng zo'r giloslarni 7 xilni olib kelib qo'yganmiz. Hozir sortlar ko'p kirib kelgan O'zbekistonga, shuning uchun biz akalar eng yaxshi navlarni 1-2 shirin kalibri yirik giloslarni tanlab beramiz. Qaysi ko'chatlarni ekishlaringizni sizlarga ham tavsiya beramiz. 28-may 2025-yil. Birinchi bo'lib Royal Tiago'dan boshlaymiz akalar. Mana Royal Tiago gilosi uchda qolib ketgan eng yiriklari. Royal Tiago. Bu rosa ancha bo'lib pishganiga zo'rg'a topdik mana. Kalibri akalar mana 28 mana 30 kalibr bo'ladi mana. 30-32 ga adam o'ynab bo'ladi, tushmaydi. Rosa yirik akalar. Bu o'zi plus 28 bo'lishi kerak. Endi akalar mana Nimba degan gilos mana Nimba, o'sha ko'pchilik xohlayotgan Nimba mana shu bo'ladi. Mana kattaroqni olib qo'yaylik. Nimba gilosi rosa qorayib pishgan. 28 30 32 dan tushib ketyapti. Nimba degan gilosi mana shu holatda bo'ladi. Bandi ichi kaltaroq, sal bo'sh bo'lishi ham mumkin bu. Undan keyin ko'pchilik yana maqtayotgan O'zbekistonda trend bo'lgan, yana Qirg'iziston, Tojikistonda ham Sweet Ariana mash bo'ladi akalar. Mana Sweet Ariana rangdor, jozibador. Lekin bu ham yaxshi bandi, ekspert olinaveradi. Buni ham kalibri akalar, mana 30 kalibr. Ko'p joyi 30 bo'ladi Sweet Arianada ham. Endi bundan keyin mana hozirgi eng kechki gilos Lapens gilosi bo'ladi. Bu ham O'zbekistonda juda mashhur. Bu tog'li hududlarga eksa bo'laveradi. Toshkent iqlimida ham juda yaxshi bo'ladi. 1 gektardan tonnani bular 10 tonna, 8 tonna bersa, bular 20 tonnagacha beraveradi. Lapens gilosi mana. Bu ham mana qattiq, yaxshi, kechki nav. Narx ko'tarilganda bu chiqaveradi. Buni kalibri 28, o'sha Royal Tiago bilan bir xil. Mana 30 ga rosa boqsangiz pishganda boradi 30 ga. Lekin buni bularchalik 80 ming, 90 ming sotalmasangiz ham buni 40 ming sotsangiz ham tonnani ko'p beradi akalar. Lapens degan gilosi. Mana SPC 342 gilos. SPC 342 gilos mana shu bo'ladi. Bu ham 28 plus 30 gacha boradi. Bu ham bandi uzun, yaxshi gilos ekan. Bu ham ekstrem o'zini chaylatmaydi lekin. Mana bunisi akalar o'zimizning mahalliy bahor gilosi, buncha yirik ishlash mumkin. Bahor gilos bu. Bahor gilosi. Mana kalibrini o'lchaymiz. Buni ham 28 ga. Oh, 30 34 ga ham tushsa zo'r bo'ladi mana. 34 kalibr. Mana 34 kalibr. O'zimizning mahalliy bahor gilos. Mana ertagicha yumshoqroq bu ham mana. O'zi bilinib turibdi yirikligi. Endi bu mana. Endi bu bir oy oldin pishgan, rangi ham mana rangini ham yo'qotgan yo'q. 1 oy davomida terib sotsa bo'laveradi. Oqligida ham, sariqligida ham, qora qizilligida ham. Bu menimcha boshqalar bandini qo'yib yuborgan, bu qo'yib yuborgan yo'q mana. Qattiqligi, mazasi bir-ikkita eng zo'ri mash bo'ladi mana. Kalibrlari ham menimcha shu 30 bo'lsa kerak bu ham. Zo'r katta ekan-a? Katta. 32 ga ham tushdi mana. Boqsangiz bu ham 34 ga ham borar ekan mana. Mana bittasini olaylik-chi. 34 bo'lar ekan mana shu gilosan. Mana, bemalol 34 ga ham turaveradi. 34 bu Jay Intret deyiladi, bandi qattiq, shakar miqdori ham baland. Liboy giloschilar biladi. Sweet Arianadan ham, Royal Tiagodan ham shirin gilos akalar bular. Mana bandi hali ham qo'yib yuborgan yo'q, bular o'zi qo'yib yuborishni boshladi. Mana bu yerda ana Germadorski shuni qo'ysa ham tushaveradi 34 ga. Mana Germadorski. Buni ham bandi uzun, qattiq. Hali beri bu Jay Intret ikkalasi qo'yib yuborgan yo'q, mana turaveradi. Kalibri O'zbekistonda 30 dan yuqori bo'lsa yaxshi bo'ladi. Sababi shu zo'rg'adan olaveringda. Sababi bundaki O'zbekistonga navlar juda ko'p kirib keldi. 10 xildan ziyod. Bundan bag'iga kelajakda 5 yil, 6 yildan keyin kalibri yirik, qattiq giloslar trendda bo'ladi, narxi ham baland bo'ladi, xaridori ham ko'p bo'ladi. Yumshoq giloslarda xaridori kam bo'ladi. Sababi hamma giloslardan ekyapti, eng zo'ri qoladi. Oldin 25 yil oldin valavoylar xuddi shunaqa bo'lib kelgan, ichida faqat bitta valavoy qo'ygan, kattaligi bo'yicha, shirinligi bo'yicha.
ichida SPC dan ham, Sweet Arenadan ham, Bahordan ham, Lapensdan ham, Nimbadan ham, Royal Tigerdan ham shirini mana shu bo'ladi. Nimaga bunga men har safar ko'chatni tavsiya qilaman? Chunki bu ham bular bilan bir xil pishadi. Bundan keyin yana 20 kun ham turib beraveradi tanasi daraxtda mana. Rangi qorayib ketgan yo'q, qizil qora bo'lib turibdi. Yana bu 15-20 kun bemalol turadi. Yerga tushini ham ahamiyat beringlar mana. Juda qattiq buni kim bu gilos go'shtli, danaysa kishina go'shtli gilos bo'ladi mana. Yeb olsizlar bilan birgalikda baho beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qattiqligi bilinib turibdi. Qattiq gilos mana. O'zi ezilsa ham bilinadi. Mana. Mana bu Sweet Ariana. Ichi qora qizil bo'ldi mana. Gilos yo'rib to'ydi hozir. Akalar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Gilosdan boq qilaman deydiganlar hammasining ko'chatdan bor, lekin telefon qilsalaring sizlarga eng yaxshilarini tavsiya qilib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar. Hozir buni qarang. Bittasini grammini o'lchab beravering.